Arzon izlayapsizmi? Mana shunaqasini topib qo'ydim. Assalomu alaykum. Qirg'iliy mavzesi Pelekanda joylashgan Toshkent kafe yaqinidan 4 qavatli panelning uyini 4-qavatida 2 xonali mana shu uyimiz sotuvga chiqdi. Asosiy eshikdan kirib kelganimizda chiroyli temir eshik qo'yilgan, chap qo'lda sanuzel joylashgan, eshiklari MDF, o'rni kafel bosilgan ekan. Mana navbatdagi xonamiz oshxona. Oshxonamiz sveti yonmay qolibdi. Romlari akvaplast, kafel bosilgan bu taraf ham. Bu asosiy xonasi mehmonxona hisoblanadi. Chiroyli holati yaxshi ekan, keng va yorug'. Navbatdagi esa veranda qismi. Romlari akvaplast, nihoyatda yaxshi, chiroyli holatda. O'zingizga moslab, chiroyli qilib remontlasangiz qilsangiz bo'ladi. Va navbatdagi xonamiz spalni, ya'ni yotoqxona. Azizlar, ushbu xonadonimiz egalari tomonidan $18,900 baholalyapti. Batafsil ma'lumot olish uchun pastda raqam qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Narxi kelishtirib beriladi.